xuddi mana shu radiator brak chiqibdi, mana shu joydan zang qilib yuborgan, ko'rasan, suv oqib chiqib ketgan. Radiator brak chiqishi odatda hammaga noqulaylik tug'diradi. Birinchi navbatda zavodga, undan keyin do'konchiga, undan keyin uy egasiga, ustalarga ham juda noqulaylik tug'diradi, chunki uni yechish kerak, olib borish kerak, isbotlash kerak, topshirish kerak. Odatda brak qachon chiqadi? Men oldingi videolarda ko'rsatganman. O'zim Turkiyada, Germaniyada, shu radiator, Rossiyadagi hamma radiator borgan zavodlarimda brak chiqarishni ilojisi yo'q. Zavoddan brak hech qachon chiqmaydi, chunki ular suvga solib, radiatorni ichiga havo 10-15 bar atmosfera berib turib, tekshirib, keyin upakovka qilib, keyin mashinaga berib yuborishadi. Demak, radiatorlarimiz brak bo'lishi shu zavoddan chiqib turib, uy egasiga borguncha transportirovkada, skladda, bolalar tushirib yuborishi mumkin, ustalar va hokazo. Eng katta muammolardan bittasi mana shu svarka bo'lgan joyi, mana shu suv kiradigan joyini mana shu transportirovkada yuklarda bunda qimirlab agar to'g'ri transportirovka qilinmasa, yo'li yomon bo'lsa, ayni mana shu joyi shikast yeb qoladi. Hattoki o'zimizning yigitlar ham aytishdi, mana shu mashinada ketayotganda Toshkentdan Vodiyga yoki qaysidir viloyatga bir dona yoki ikki dona radiator jo'natishganda, bilasizlar, yo'llarda mashinalarni o'nqir-cho'nqirlarga tushganini hisobiga mana shunaqa qimirlab mana shunaqa svarka bo'lgan joydan ketib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun radiatorlar brak bo'lishi u zavoddan bo'lmaydi. Yana bitta narsa, Kreativ zavodi rahbariyati bilan gaplashdim. Ular bilan aytdikki, mabodo shunaqa braklar chiqib qolsa, transportirovka holatda uy egasiga noqulaylik bo'lmasligi uchun olib kelasizlar, almashtirishadi. Undan keyin sababi o'rganilaveradi. Shu sababli bemalol murojaat qilaveringlar, Kreativ tanlashinglarni tavsiya beraman. Bundan tashqari uzoq yo'l yurmaydi, chunki bu O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti. Uzoq viloyatdan, uzoq respublikadan, qo'shni davlatlardan kelayotganda ehtimoli bor baribir yo'lida shu mana shunaqa qilib shikast yeb qolishni.